O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 7-iyundagi haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida mamlakatimiz fuqarolari uchun haj tadbiri O'zbekiston Respublikasining Din ishlari bo'yicha qo'mitasi va Saudiya Arabistoni podshohligining haj va umra vazirligi o'rtasida har yili imzolanadigan shartnoma asosida O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan amalga oshiriladi hamda bunday faoliyat bilan boshqa tashkilotlarning shug'ullanishiga yo'l qo'yilmaydi deb belgilab qo'yilgan. Shuningdek, Saudiya Arabistoni tomonidan belgilangan tartibga muvofiq chet el fuqarolari uchun haj ziyoratini ado etishning asosiy sharti haj vizasiga ega bo'lish hisoblanadi. Qolgan barcha turdagi vizalar, umra, turizm, biznes va boshqalar bilan haj ziyoratiga borish qat'iyan taqiqlanadi. Tegishli tartibni buzganlar Saudiya Arabistonidan deport qilinib, ushbu mamlakatga 10 yil muddatga kirishi taqiqlanadi hamda jarimaga tortiladi. Lekin shunga qaramay ayrim shaxslar tomonidan fuqarolarimizni noqonuniy ravishda haj ziyoratiga yuborishni va'da qilib, ularning pul mablag'larini o'zlashtirish holatlari kuzatilmoqda. Xususan bu borada Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Bosh prokuratura huzuridagi departament va ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda bir nechta tezkor tadbirlar o'tkazildi. Jumladan Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida joylashgan sayyohlik firmasi xodimlari fuqaroning ishonchiga kirib, uning ota-onasini Saudiya Arabistoniga haj safariga borishlari uchun talab etiladigan viza hujjatlarini tayyorlab berish va ularni ziyoratga yuborish evaziga 18 ming AQSh dollari talab qilishadi. Ammo ular so'ralgan pul mablag'idan 4500 AQSh dollarini olgan vaqtlarda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Toshkent shahrida kuzatilgan yana bir holatda Yunusobod tumanidagi sayyohlik firmasi rahbari Yashnobod tumanida yashovchi fuqaroning ishonchiga kirib, haj 2024 mavsumida uni Saudiya podshohligiga muborak safarga yuborish evaziga 9500 AQSh dollari talab qilib, 5700 AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Poytaxtimizning Shayxontohur tumanida yashovchi muqaddam sudlangan shaxs ham Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida istiqomat qiluvchi 2 nafar fuqaroni sayyohlik firmasi orqali haj ziyoratiga yuborish evaziga 20 ming AQSh dollari talab qilib, 10 ming AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Bunday noqonuniy holatlar Farg'ona viloyatida ham qayd etildi. Jumladan, Farg'ona shahrida joylashgan sayyohlik firmasi ish yurituvchisi Toshloq tumanida yashovchi fuqaroni va uning 2 nafar voyaga yetmagan farzandini 30 ming AQSh dollari evaziga haj ziyoratiga yuborishni va'da qilib, kelishilgan pul mablag'idan 15 ming AQSh dollarini olgan vaqtida tezkor xodimlar tomonidan ushlandi. Boshqa holatda esa Yozyovon tumanida yashovchi shaxs Quva tumanida istiqomat qiluvchi fuqaroning ishonchini suiiste'mol qilib, uni va ota-onasini haj amallarini bajarishlari uchun sayyohlik firmasi orqali Saudiya Arabistoniga yuborish evaziga 16 ming AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Qancha pul oldingiz? 16 ming. Hajga jo'natilganda bo'ldingiz? Qaysi vizami? Vakolat bormi hajga jo'natishga? Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, firibgarlarning aldoviga uchib, sarson sargardon bo'lmang va pul mablag'ingizdan ayrilib qolmang. Ogoh bo'ling.